Sizlar bilan bugun biz ma'lumot turlarini o'zgartirish konvert sinfi haqida gaplashamiz. Int turidagi a o'zgaruvchisi teng bo'lsin 7 ga. Hammasi joyida. Endi int turidagi a o'zgaruvchisi 6.5 ga teng bo'lsin. Bu holatda kompilyuterning aytishi bo'yicha xatolik mavjud. Ushbu xatolik double turidagi ma'lumotni int turiga konvertatsiya, ya'ni o'girish jarayonida chiqyapti ekan. Keling, bu xatoni qanday to'g'rilashni ko'ramiz. Dastlab 6.5, ya'ni double turidagi ma'lumotni int turiga konvertatsiya qilishim kerak. Konvertatsiya degani o'zgartirish, almashtirish degan ma'noni bildiradi. Buning uchun convert sinfidan foydalanamiz. Convert va bu sinfda ichidagi metodlardan foydalanish uchun nuqta qo'yamiz. Va convert sinfining ichidagi metodlar chiqdi. Bu yerda bir qancha metodlar bor. To, ya'ni o'tkazmoqchiman qaysidir turga konvertatsiya, ya'ni to qo'shimchasi ga degan ma'noni bildiradi. To double yoki to int 6.5 haqiqiy sonini int turiga konvertatsiya qilmoqchiman. Nima uchun ushbu qatorda int 32 ni yozdim? Faraz qilaylik, bizni Abdullajon degan o'rtog'imiz bor va biz o'rtog'imizni Abdulla deb chaqiramiz. Ammo asl ismi Abdullajon. Bu holatda ham xuddi shunday, ya'ni int turining asl ismi int 32. Biz uni int deb chaqiramiz. Convert sinfidan foydalanayotganda to int 32 deb to'liq nomi bilan yozishim kerak. Keling yana konvertatsiya qilamiz. Int b teng bo'lsin qo'shtirnoq ichida 521 ga. Ushbu joyda ham xatolik chiqyapti. Ya'ni yozuv ko'rinishidagi string turidagi ma'lumotni int turiga o'girish jarayonida xatolik kelib chiqyapti. Bu xatolikni yo'q qilish uchun convert sinfidan foydalanib to int 32 ushbu ikkita qatorda dastlab 6.5 double turidagi ma'lumotni int turiga o'girdim, so'ng 521 ko'rinishidagi string turidagi ma'lumotni butun son int turiga o'girdim. Double a2 teng 6 ga. Ushbu qatorda 6 int turidagi ma'lumotni double turiga o'girish jarayonida xatolik chiqmadi. Nima uchun? Chunki double turi haqiqiy sonlar to'plami butun sonlar to'plamiga nisbatan kattaroq va o'z navbatida butun sonlar to'plamini o'z ichiga oladi. Shuni hisobiga xatolik chiqmadi. Double b2 teng bo'lsin 5.6 ga. Ushbu 5-qatorda chiqayotgan xatolikni ustiga borib ko'radigan bo'lsam, string turdagi ma'lumot turini double turiga o'girish jarayonida xatolik chiqyapti ekan. Ushbu xatolikni yo'q qilish uchun convert to double. Ko'rib turganingizdek xatolik yo'q bo'ldi. String turidagi a3 o'zgaruvchisi teng bo'lsin 67 ga. Ushbu 7-qatorda xatolik mavjud. Ya'ni int turidagi ma'lumotni string turiga o'girish jarayonida xatolik kelib chiqyapti. Ushbu xatolikni yo'q qilish uchun convert to string 67. Xatolik yo'q bo'ldi. String b3 teng bo'lsin 6.8 ga. Xatolik double turini string turiga o'girishda. Convert to string bool mantiqiy turdagi
A4 o'zgaruvchisi. U teng bo'lsin false qatoriga. Ushbu 10-qatorda string turdagi ma'lumotni bool mantiqiy turga o'girish jarayonida xatolik. Ushbu xatolikni yo'q qilish uchun convert sinfidan foydalanamiz. To boolean. Nima uchun bool emas boolean yozdim? Chunki xuddi birinchi va ikkinchi qatorda bo'lgani kabi bool qisqartma variant hisoblanib, asl to'liq nomi boolean. Ushbu qatorda ma'lumotni false ko'rinishda yozdim. Xohlasam true holatida ham yozishim mumkin. Bundan tashqari bool turidagi ma'lumot B4 teng bo'lishi mumkin 3 ga. Tabiiyki ma'lumot turlarini o'zgartirishda xatolik. Convert to boolean. E'tibor beramiz, B4 o'zgaruvchisi hozirgi holatda konvertatsiyadan so'ng qanday qiymat qabul qiladi? Agarda argument 0 dan farqli bo'lsa, ya'ni 0 bo'lmasa, u holda true. Agarda argument 0 bo'lsa, B4 o'zgaruvchisining qiymati false ga teng bo'ladi. Char turidagi A5 o'zgaruvchisi teng bo'lsin ga. Ushbu qatorda xatolik mavjud, ya'ni int turdagi ma'lumotni char turiga o'zgartirish jarayonida. Ushbu xatolikni yo'qotish uchun convert.to char metodini tanlayman. Ushbu joyda qiziqarli hodisa yuz beradi. Agarda ekranga chiqarib ko'radigan bo'lsam, A5 o'zgaruvchisining qiymatini D harfi chiqyapti. Nima uchun D harfi? Chunki char turi ishlash prinsipi jihatidan boshqa turlardan biroz farq qiladi. Ya'ni to charga berilayotgan argument 68 aslida D harfining kodi hisoblanadi. Ya'ni har bitta belgining kompyuterda o'z kodi mavjud va mana shu kod yordamida chaqiriladi. Ya'ni 68 soni D harfining kodi hisoblanadi. Misol uchun 68 sonini o'rniga 97 yozadigan bo'lsam, konsolga A harfi chiqishi kerak. Nima uchun? Chunki A harfining kodi 97 hisoblanadi.